Senimi toperinglar yomib qoldi-ku, iltimos. Munisaxon, o'zingizni bosing. Voqea joyida bitta guvoh bor edi. Hozir u bilan suhbat o'tkazamiz. Yuring ichkariga. Bo'pti, ketdik. Top bering. Ko'zichi! Ikkita edi. Ko'rinishini aytmayman, mana meniki katta, saniki osilgan. Ko'zimmi? Ha, ko'zing, gapir, qanaqa? Osilgan. Sanikini emas, unikini so'rayapman. Bo'ldi qil. Jamsanam. Vau, Munisa Rizayeva. Iltimos, bizga yordam bering. Sinimni kim o'g'irlab ketdi? Sizni tanimayman. Voy nima? Sizni guvoh deyishdi-ku. Men guvoh emasman. Kimsiz? Murodman. Kim bo'lsang ham, meni jigarimni topishga yordam ber. Jigaringizmi, siningizmi? Jigarim deb sinisini aytyapti. Bitta qorindan talashib tushgan. Ahil emasmisizlar? Ahil bo'lmasa shu yergacha kelarmidi? Qara, o'zini qo'yishga joy topolmayapti. Joy bor Munisa opa. Arendaga. Unaqa joy emas. Ko'chma ma'noda gapirdi. Dovdiragan-ku bu. Murodman. Bo'ldi qilinglar. Qarang, sinim o'g'irlashayotganda siz qayerda edingiz? O'zbekistonda. Buni bilaman. Imini o'sha joyda siz qayerda edingiz? Yerda. Kuvonman, necha metr uzoqlikda turuvdingiz? Yerdanmi? Voy sinimdan. 3 metrcha. Yaqinda turgan ekansan, nima yordam bermading? Yordam demadi-ku. Balki sinim ruscha gapirgandir. Pomogите, spasите dedimi? Mangami? Ha, sanga. Yo'q. Nima? Og'zini boylab qo'yishuvdi. Shuni voqelar aytsang bo'lmasmidi? Menimcha bundan hech qanaqa foyda yo'q. Munisaxon, bizda ashyoviy dalil ham bor. Obke. Sen ne turyapsan? Olib ketdingiz-ku? Sanga emas, g'ayratga yetdim. Munisaxon hozir ko'rasiz. Nimani? Sanga nima? Mana o'sha ashyoviy dalillar. Biza buni o'rganib chiqdik. Achakvadan Mojito Fresh. Menimcha o'g'rilar shu ichimlikni yaxshi ko'rishadi. Men ham yaxshi ko'raman. Mana o'g'ri. Men o'g'ri emasman, tushiray qolayni. Mojitoni o'g'irlamas. Men yaxshi ko'raman. Mana o'g'ri. Jim turing. Men olib kelgin deb magazinga chiqazib yubordim uni. Ha, yana bitta ma'lumot. Mojitolarning bittasida barmoq izlari bor. Sinimni topa olamizmi? Anig'ini bilmadim. O'g'ri juda ham xavfliga o'xshayapti. Voy Karima. Singiljonim. Men buni ichib oling. Menga rahmat. Voy, nimaga tegaysan? Bitta shunda barmoq izlari bor edi-yu. Qarab, ko'rdinglar? Protokolga yoz. Guvoh o'z boshunchalik bilan ashyoviy dalilga tegdi. Sen guvohsan. Mana guvoh. Sen emas, bu guvoh. Bu g'ayratu? Hozirgi vaziyatda bu guvoh. Gap tushunasanmi? Tushunaman. Oyda bir marta bo'ladi. $100 dan o'ynashadi. U gap emas, meni gapimmi? Sizni gapingizda yo'qman-u. Hey! Oy, xudoyim. Munisa opa yaxshi bo'lib qoldingizmi? Rahmat. Ancha yildan beri ichimda saqlab yurgan talantim bor. Bitta eshitib ko'rasizmi? Bo'pti, hop. Chanqog'ingni bos Mojito Fresh, ob-havoga xos Mojito Fresh, o'zingga kevol biroz dam avol, tashla tanga mador Mojito Fresh. Voy, zo'r, bravo, вообще talant yezza. Boring, ishingizni qiling. Shu paytda meni ko'nglimga nimadir sig'adimi? Guvoh nimadir dedimi? Ashula aytdi. Men emas, sen aytyapti. Menga qara. Meni sinimni topishga yordam bersang, og'zingga siqqanimcha olasan. Siningizdanmi? Mendan xohlasang mashina beraman. Mashina og'zimga sig'maydi-yu. Og'zingga sig'ish shart emas. Haydaysan, maqtanib yurasan, Munisa Rizayeva berdi deb. Mashinanimi? Ha, mashinani. Eshitmani. Burni qanaqa edi? Nafas oladigan. Hammani burni nafas oladi. Shaklini so'rayman. Misol uchun, menda katta, xo'jayinda kichkina. Burunmi? Ha, burunni aytyapti. Qanaqa edi, ayta qol. G'ayratnikimi? Katta xola ediki. Kichkina edi. Sa'tilabdan qo'rsam, shuncha paytdan beri kim to'g'risida gaplashyapmiz? Katta xolammi? Yo'q, meni yo'qolgan Karimam haqida. Boya sinim dedingiz-u. Bekordan bekor biz vaqtimizni ketqizamiz. Fotorobot tayyor. Xotiramang Munisaxon, bundan foyda bo'lmasa ham bizga fotorobot yordam beradi. Ko'rsat. Sen ne turyapsan? Ko'rsatdingiz-u? O'tir. Mana. O'g'ri, o'zi basharasidan bilinib turibdi banditligi. Jimay Munisaxon saralashmay. Buni biz topa umrini qamoqda chiritamiz. Voy, tushunmayapsiz siz. Professionallarga qo'yib bering, boring siz keting. Faqat bizga xalal qilishingiz mumkin. Stop. Mana shu jinni bor-ku,
Mani Karima sinimi tasvirlab beryapti sizga. Ha Karima-ku bu. Ha, Sahmo. Murod. G'alchi. Murod. Duvdak. Murod. Nima Murod? Ismim Murod. Bo'p, senga ruxsat bo'shsan. Ja bo'sh emasman. Keturdilar. Keyin gaplashamiz. Telefondami? Nima deb bo'lsa ham. Kerak bo'lsang, qattan bo'lsa monsoni topaman. Olnishingizni topib oling. Yo'q. Hozir. Oqim. Ha, Ulug'bek xullas tushmasdan chiqib olding. Tushmasdan demidi, qichqirmasdan deyiladi. Ha, nima gap? Xullas aka, men kamturga totdim. Ha, pulni qancha olding? Zachilardan, yo'lkarlardan, ovqatdan orttirgan pullarimni oldim. Ha, menga nima lozim bo'lgan turingni? Anaqa, oyim mabodo chiqmasa. Ayya, men ular bilan ishlaganlashdim. Turing, o'zi davirida men chiqmanglar, mabodo chiqmasalar, siraykidaman, bo'pti. Aralashtirma Ulug'bek. Ulug' sana oyingni chaqirib tez borarkansan. Seriyozmi? Ha? Hozirga o'ylab qo'y, keyin boraman. Vaqtim ko'p ketmasin. Voy kichkina, ozgina vaqting qolibdi, qo'shtirasanmi? Aka, parajnak yurmasangiz-chi, chap tarafda sher yig'ing mana deb turing. Och o'zim o'ynayman, sirpam bo'tda. Nima yo'q. Aralashma dedi. Voy, aka, ketayotgan bo'lsangiz, kompyuterda o'ynab qo'ysam bo'ladimi? O'ynayver, bo'pti. Rahmat. Voy Ulug'bek. Hozir. Oyantni qichim bilan kelyaptilar. Mehdirlar o'zi yaqinda keldim-ku. Tashqariga chiqib ko'rdingmi o'zi? Voy! Qorong'i ketdi-yu. Voy, oyimmi? Ko'zingni sindiroq qisma menga. Bilmaysan. Kechiring oyim. Kechirim so'rashsa oldin o'ylash kerak edi. Ana, adinam keldilar. Ya, adasi bunizga tarbiya berasizmi yo'qmi? Men aytganimni qilmaydi, qachon qarasan? Ko'chaga chiqib ketadi, joni. Annangni sana turishinglar. Remen qani? Olib kelgan.